الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك على ما أسأل قدير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hurmatli ahli sunnat val jamoat aqidasida bo'lgan aka ukalar, opa singillar, yori birodarlar, mana bugun biz Allohning rahmati bilan taqdir taqozosiga ko'ra imomimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yozib qoldirib ketgan Fiqhul Akbar kitobi bo'yicha navbatdagi ma'ruzamizni boshlash arafasida turibmiz. Ma'ruzani boshlashdan oldin man avvalambor o'zimga, qolaversa mana shu ma'ruza orqali sizga murojaat etib aytadigan birgina umidim, tilagim bor. U ham bo'lsa ixlos niyatli musulmon bo'lishlikni Allohim hammamizga nasib etsin. Niyatlarimiz doimo Alloh rizoligi uchun ixlos niyatli bo'lishlikni Allohim hammamizga nasib etsin. Qala al-imam Abu Hanifa radhiyallohu anhu. Imom Abu Hanifa, Alloh u bandadan Imom Abu Hanifadan rozi bo'lsin, aytdilar: "Val Qur'anu kalamullohi ta'ala fil masahif maktubun." Qur'on bu Allohning kalomi. U mushaflarda yozilgan. Qur'on oyatlari Allohning azaliy va abadiy kalom sifatiga dalolat qiladi. Qur'on oyatlari Allohning azaliy va abadiy kalom sifatiga dalolat etadi. Va fil qulubi mahfuzun. Qalblarda, yuraklarda yodlangan. Va alal alsuni maqru'un. Tillarda o'qilgan, tilovat etilgan. Va alan nabiyyi alayhi salatu vassalamu munazzalun. Muhammad alayhi salomga, sallallohu alayhi vasallamga nozil etilgan. Va lafzuna bil Qur'ani makhluqun. Qur'on bilan qilgan talaffuzimiz, ya'ni Qur'on oyatlarini talaffuz etib o'qishimiz maxluq, yaratilgan. Va kitabatuna lahu makhluqatun. Qur'on oyatlarini yozishimiz ham maxluq, yaratilgan. Va qira'atuna lahu makhluqatun. Qur'onni o'qishimiz ham maxluq, yaratilgan. Val Qur'anu g'ayru makhluqin. Lekin Qur'on maxluq emas. Ya'ni Allohning kalom sifati azaliy va abadiy. Allohning kalom sifati yaratilgan emas. Qur'on oyatlari Allohning azaliy va abadiy kalom sifatiga dalolat qiladi. Mana shu o'rinda bir juda ham o'rinli mulohazani aytib o'tishimiz kerak. Qachonki aqida masalasi bo'yicha olimlar o'z shogirdlariga kalamullohi deb aytishganda ikkita ma'noni nazarda tutiladi. Kalamulloh deb aytilganda, demak mana shu kalamulloh degan so'z o'z ichiga ikkita ma'noni oladi. Birinchisi bu Allohning azaliy va abadiy kalom sifati, ikkinchisi esa Jibril alayhissalom Allohning amri bilan Lavhul Mahfuzdan Muhammad payg'ambarga nozil etgan Qur'on oyatlari tushuniladi. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الطالحين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين.